Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Diyor, kanalni ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi videomizda mana bu ikkita objemnikimizni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchisi sotib olganman buni sherigimiz bilan 3 ta odam tashlashib olgan edik. Buni 150 ming so'mga, 180 ming. Kichkinagina такой noodatiy objemnik. Hop, bunaqasi yopib qo'ysangiz bo'ladi. Bunaqa holatda bo'lib qoladi keyin bu yerdan orqasidan ochgan holatda bunaqa ochib ko'rsangiz bo'ladi. Hop, bu yerda o'sha skvoznoy anaqalarga, konnektorlarga asoslanib, shular uchun mana bunaqa kesuv joyi qo'yilgan. Bu чтобы konnektor kirgan paytida mana bu yerdan jilalari chiqsa, kabellar ichki jilalari mana shundan kesib konnektoringizni qotirish uchun. Hop, tozalash qismiga keladigan bo'lsak, tozalash ham orasidan qilasiz. Orasiga tiqasiz va tozalaysiz. To'g'ri, mana bu yerdan, mana bu o'rtasidan. Hop, shu ikkalasini hozir ko'rib chiqamiz. Qanaqa ishlaydi, qaysi birini olgan yaxshi, qaysi birini ishlatish qulayroq, shuni aytib o'tmoqchiman. Hop, birinchisiga keladigan bo'lsak, o'zimizning eski objemnikimiz. Buni hozir kabel bilan ishlasak, hop, bunaqa kabel orasiga qo'yasiz va tirajab turib, bunaqa kabellar tozalab olasiz va bunda kabellar bunaqa qo'yib kesishingiz kerak bo'ladi. Bunda kesish sal neudobniy, но kessangiz bo'ladi bunda ham. Kesilmayapti. Qisqasi lezvasi o'tmas bo'lib qolgan, buni ko'p foydalanganimizga, shuning uchun bunda kusochka bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Kusochka bilan ishlab, musorga olib tashlash kerak. Mana qilib olib tashlaysiz va raspinovkani to'g'rilab olib, razmer olib, konnektor uchiga to'g'rilab olasiz. Hamma narsasi to'g'ri kelgan. Siz objemga hozircha bosib objem qilasiz. Hop, bunda yaxshilab objem qilishingiz kerak. Hozir bir ko'p objemlik ish chiqib qolgan paytida yaxshilab objem qilmaganimga, unaqa oxirigacha bosmaganimga, tez qilganimga mana bu birinchi jila tarafi chiqib qolyapti. Bu chiqib qolsa, sizni routeringizga kirish qiyin bo'ladi. Umuman qurilma switchga ham kirish qiyin bo'ladi va ishlamaydi. Sababi oxirigacha konnektor abjad bo'lmaganligi uchun. Hop, ikkinchi objemnikiga keladigan bo'lsak, ikkinchi objemnikimiz 130 milli objemnik. Mana shu onlayn bozordan sotib olganman. Hop, ko'rinishi ham bunaqa katta va lezvalari ham katta va bu yerda ikkita o'sha bittasi telefonniy konnektor qotirish uchun, to'g'ri objem qilish uchun, bittasi o'sha o'zimizning RJ45 konnektorini objem qilish uchun. Joyi bor. Bu yerda ham o'sha orasidan o'sha o'tadigan konnektorlarga, skvoznoy konnektorlarga moslangan lezvalari bor. Shula lezvalar ularni kesib, konnektoringizni faqatgina o'zini va uchga o'sha mis joylarini qoldiradi. Hop, tozalashga keladigan bo'lsak, bunda kuzochka bilan ishlashish shart emas. Sababi o'zini kesadigan joyi bor. Va buni kesayotganda faqat bittada kesishingiz kerak. Chunki mana bosayotgan paytingizda o'sha kabellar ko'rishi bilan unaqa qisadi. Mana bu tarafi o'zgan videoda ko'rganingizdek qisib qolyapti. Hop, bu tozalash qismi mana bu o'rtasida olasiz va tozalaysiz va mana qilib turib sug'urib chiqarib olish kerak bo'ladi. Mana bitta qulayligi shu. Hop, ikkinchisi
kusachkadan foydalanmaysiz. Uchinchisi, abjimnikka o'zini foydalanish qulay. Qisqasi mana bu aruvchi joyiga qo'yib kesasiz. Bitgan. Bu yerda kabelni kesasiz, bu yerda esa konnektorimizani uchiga kiradigan mislarni kesasiz. Bu yerda tozalab olasiz, bu yerda esa abjim bo'ladi. Chutki bo'lib kirib oldi. Endi esa abjim qilinadi. Hop. Kabelimizni siqdi. Bunga ketmayapti. Bunaqa agarda oldinroq mana shu abjimnikni ko'rganimda shuni sotib olgan bo'lardim. Sababi bunda ishlash juda ham qulay. Sizga ko'rsatishga shart emas. Lekin ves jihatdan va qo'pollik jihatdan bu qo'polroq va gramiga ko'proq esa bundan ko'ra bundoq bilinadi ushlashingiz bilan. Bunda zo'r kichkina instrumentlar orasiga solib olasiz, bitirib ketaverasiz. Bunday ko'rinib qoladi, biroz xalaqit beradi. Buni qotirib qo'yish funksiyasi yo'q ekan. Mana bunaqa holatda ushlab turadigan. Mana biroz tiqib qo'ysangiz bo'ldi ekan. Mana shuni tiqasiz, ishlatmaydigan bo'lsangiz mana. Juda ham ajoyib ishlangan. Qisqasi mashina olishni tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham qulay.